3,5 kubalik karmikserimizni Xorazm viloyatidan Shahror og'amiz bizga zaklad bilan zakaz qilgandilar. $500 zaklad tashab berib, zakaz qilgandilar. Men texnikamiz yetib keldi. Texnikani topshiryapmiz. Shahror og'a, texnikangiz meni yetib keldi og'a. Aytilgan muddatda ko'rib, tekshirib oldingiz, to'g'rimi? Bizni tomoshabinlarga, bizni kuzatuvchi, bizni mijozlarga va o'zingizni bizni kompaniyamiz haqida bir qisqacha fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammangga namoz keldingizmi? Taklif qilamiz. Narxi, sifati hammasi ajoyib, zo'r. Aytilgan vaqtda keldi. Taklif qilib qolamiz Xorazmdagi yigitlarga. Qolganlarga hammaga tavsiya qilasiz, og'a? Ha, tavsiya qilamiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin texnika. Yana olish imkoni bo'lsa, yana bizga kim murojaat qilgan bo'larmidi deysiz, og'a? Ha, qilamiz, xudo xolasa. Bu bilan to'xtab qolmaymiz. Izin ham kiram boshlaymiz endi, xudo xolasa. Keldik, ko'rdik, mana ishondik. Zaklad tashab berganingiz Xorazmda turib bizga. Faqat plastikdan, to'g'rimi? Boshda ishonmadik o'zi. Keyin bizdan bir shagird tanishimiz olib ketdi. Mirzo Otaxon olib ketgandi, uni ham chiqargandik 2,6 kubalik karmikser. Mirzo Otaxon orqasidan keldingizlar. Ha, shuni orqasidan keldik, mana keltiribdi aytilgan vaqtda. Tavsiya qilamiz hammaga. Yaxshi kunga xizmat qilsin, bizning Grand Track kompaniyasi arzimas sovg'asi. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat hammaga.